Assalomu alaykum qadrdonlar, hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bu xolos yangi ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Bu yer manzili Farg'ona viloyati Yazyovon tumani Soybo'yi qishlog'ida bo'ldi. Hop, bu yerga Aquaplast 6000 seriyadan 3 ta rom, 2 qanotli eshik bitta, ichkarida fortchkalar bor 3 ta, hamda bitta podval eshigimiz bor. Shularni qo'yib berganmiz. Hop, bu yerda batafsil ma'lumotlarni, tushunchalarni berib o'tamiz. Hop, aytib o'tganimdek, stikla paket oynalar bo'lgan. To'rt kamerali, ichida metallari bilan Aquaplast 6000 seriyadan bo'ldi. Eshiklari alyumin bo'ldi. Hozirgi paytda to'g'ri tanlov ham menimcha shunaqa bo'lyapti. Narx tomonlama ham, boshqa sohasiga ham eshiklarda alyumin seriyadan, romlarda plastmassa qo'yish tavsiya bo'lyapti hozirgi paytda. Ko'pchilik alyumindan jalba bo'layotgan tomoni sovuq deb ma'lumot qilishyapti. Endi hammaga har xil. Narx tomonlama, lekin alyumin seriyalarimiz arzonroq chiqyapti. Xo'p, ishlarimizga qaytadigan bo'lsak, 35 ga 40 lik padagoniylar bo'lgan. O'rtadan bitta ochiladi, 3 ko'zlik. Razmerlariga kelsak, 1.52 ga balandligi 1.60 bo'lgan. Shu holatda 3 ta rom bo'lgan. U tomonimizda aynagi bir qavat bo'lgan. Bu yer o'sha tandir o'choq sohasi xonasi bo'lganligi uchun atga bir qavat qilib berdik. Xo'p, taylarda padagoniylar, penalarni atidot tepa pastlariga sepib berganmiz. Ichkari ko'rinishlarimizni batafsil ko'rsatib o'taman. Hop, summasiga keladigan bo'lsak, shu yerimiz общий holatda ichkaridagi fortchkalari bilan, eshigi qo'shimcha bir qanotli eshigi bilan, hop, jami summada 9.600.000 so'm bo'ldi. Hamma yo'q, chetga kelib o'rnash. Legirovkalar, boshqalari hamma yo'q Akfa'ning o'zidan bo'lgan. Legirovkalari yengil holatda, Akfa'ning o'zining yangilangan pechatlari bilan. Taglari arkafon bo'lgan. O'sha udarga mustahkamroq bo'lishligi uchun. Hop, eshigimiz razmerini aytishdan chiqibdi. Hop, eshik razmeri 1.10 ga, balandligi 2.38 bo'lgan. Shu holatda 2.35 bo'lgan. Hop, petlilarida ham shunaqa o'zini yangilangan Akfa logotiflari bilan. Rezinkalari xudo xolasa hamma yo'q, ichki tashqi hammasi Akfa'ning o'zidan bo'lgan. Hop, original holatda bo'lgan pechatlari bilan. Rotosvin Akfa'ning o'zining ruchkalaridan bo'lgan. Mexanizmlari 600 lik spalnitillari ham xudo xolasa mana Akfa'ning o'zidan bo'lgan pechatlari. Bittasi o'ngga, bittasi chapga ochilish holatlari bilan bo'ldi. Aytib o'tganimdek, taylar 40 lik padagoniyalari bor. Kirishkalari ham bor, padagoniy kirishkalari. Hop, buni petlilari mana Akfa'ning o'zining logotiflaridan, 100 lik petlalardan qo'yib berganmiz. Shu holatda bo'ldi. Razmerlarini aytdim. Fortchkalarimizga kelsak, 96 ga, balandligi 45 bo'lgan. 2 dona fortchka qo'yib berganmiz. Bu yerda o'zlarining eski eshiklari bor ekan, bularni qo'yib berdik. Bularga xizmat boshqa narsa bo'lmaydi. Shundoq aytganlari uchun qo'yib berdik. Xo'p, bu esa 57 ga, balandligi 45 sm bo'lgan bitta fortchkamiz bor. Fortchkalar qaychi mexanizmda bo'lgan. Xo'p, shu holatda ochiladi. Plastmassaga ham, alyuminga ham qaychi mexanizmlari bor. Kimga qiziq bo'lsa. Xo'p, narigi tomonda bitta eshigimizni ko'rsatib o'tamiz. Aytgancha, tagidagi eshikda parol qismini ezilganda bukilib ketib qolyapti deganlar uchun taglariga samarezlari bilan pastga pol qismiga qatirib berdik. Shtobi, bu ham bitta ma'lumot sifatida. Xo'p, podval eshigimizning ko'rinishi 94 ga, balandligi 1.85 bo'lgan. Bu yerda aynalar bir qavat, taglar arkafon, bu ham Akfa holatda. Buni esa bir qavatli romimiz ichkari ko'rinishi aytib o'tganimdek, bu yerda tandir o'choq sifatida foydalanishar ekan. Shuning uchun bir qavat qo'yib berdik. Legirovkalari yengil holatda. Bir qo'l bilan bu tomonlari ham zich yopishgan xolos. Akfa'ning o'zining zamon kalit ruchkalari. Ichkari ko'rinishlarini ham qator ko'rsatib o'taman. Ichkari ko'rinishlari. Xo'p, mana petlilari Akfa'ning o'zidan 4 tadan bo'lgan. Bu yerda eni kattaligi uchun og'irroq bo'lib ketadi. Shuni hisobiga 4 tadan qilib berdik. Xo'p, xudo xolasa shuning bilan ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. O'rtadan bo'lishimiz sababi ham aynakni kichikroq qilish maqsadida esini chokidan ushlab berib turadi keyinchalikka bo'lsa ham. Xo'p, shuning bilan ishlarimiz yakuniga yetdi. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar, ishlaymiz, sifatli garantiyaga g'alaba bor o'rnatib beramiz. Hammaga kattakon rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.